dars beradi maktabda ishlaydi. Shuning uchun hamma ham biznesmen bo'lib keta olmaydi, hamma ham. Shuning uchun haligacha ham отказ bor. Masalan, rezultatimiz bilasizlar, kecha yaqin Xitoyda edim. Xitoyda turib men istoriya qo'yganimda ko'rib mazza, sizlarga mazza bo'laydi deydi partner bo'lmagan odam. Qancha tushuntirganman. Siz ham davay keyin birga ishlaymiz desam, yo'q, men aytla olmayman. Ko'rasizmi? Ko'rib turib ham u отказ beradi. U normal holat, u bunaqasi bo'ladi. Chunki shunaqangi insonlar bo'ladi, ular vashi partner bo'lmasligi mumkin. Da konca ham, даже 10 yildan keyin. Chunki u qolish kerak-ku, nimadir ish qilib turish uchun, to'g'rimi? Hamma biznesmen bo'lib ketsa, qolgan ishni qilib qiladi. Shunga o'xshab отказ bu normal holat. Откazdan biz o'zimizga naborot energiya olishimiz kerak. Minusga emas, plyusga o'tib ketishimiz kerak. Hammada har xil bo'lib plyus ketadi. Masalan, yana bitta xarakter bor, eng zo'r xarakterda bu o'jarlikdir. Menda bittasi. Birosiga yo'q dedimi, qasddan xuddi shunga ko'rsatib qo'yish uchun naborot zo'r ishlab ketishingiz kerak. Sen menga yozibsan, отказ berding, bu mag'rur vaqt rodiksanmi? Ko'rsatib qo'yaman men senga deb ham turib, astoydil o'z ustingizda ishlasangiz, zato siz yutursiz, rezultatga erishasiz. U odam keyin ko'rib, nima deydi, afsus qiladi o'sha yerda. Odam o'ziga har xil yo'l tanlash kerak-da. Shu negativlardan o'zingizga plyus olishingiz kerak siz. Naborot o'tirib qolmash kerak. Telefon qo'lingiz ham отказ bersa, hammasi bir ko'ra ekan. Bugun to'xtatdingizmi, o'sha bu sizning minusingiz. To'xtatmash kerak, telefon qilish kerak. Hozirgacha ham bo'ladi откazlar. Normal holat. Nega откazlar вообще чувствует qilma, вообще hech narsa sezmayman. Hamda naborot keyingi odamga desa, вообще oshtash olma video. Naborot oshtash.